Voy nima o'tirishdi? Erkagini tutib bering, erkagini tutib bering. Nimaga ayol? Erkagi shirin bo'ladi. Voy mana bu qizni turishini, nima sekretini bildingizmi, topdingizmi? Obratini kesib yubordi. Voy, shu ayollarni gapi oxirgi payt ko'payib ketyapti-da. Buni bilmaydiganlar ko'p. Zirhlarning ichida bilmaydiganlar ko'p. Baliq qachon harom o'lib qoladi? Voy nima o'tirishdi? Voy, cho'chitib yubordingiz Nasibullo? Baliq tutishga zo'rla kasaba ketib boramiz. Yo'q, baliq tutishga bormayman bu holatda. Tayyor yeydigan joy bor. O'sha yerga boramiz. Vashshi zo'r joy bor. Muxlislarga ko'rsataylik. Shu lakatsani. Yo'q. Don ziki o'ynaylik. Mayli, keling. Don Ziki. Don ziki. Yuring bo'pti, ketdik. Qayerga boramiz? Zo'r joy bor. Faqat men qoralovchiman. Chunki minusini topish juda qiyin bo'ladi. Mana mozi baliq. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Mana unda tutsa bo'lmaydimi baliqni? Qarang, erkagini tutib bering, erkagini tutib bering. Nimaga ayol emas? Erkagi shirin bo'ladi. Ko'rsatuvimiz orqali sizlarga bugungi lokatsiyamizning plyus va minuslarini ochib beramiz. Hay, shoshmay turing, avval salomlashib olaylik. Salom. Assalomu alaykum. Nilufar Hamidova bugun minus yo'nalishida. Nasibullo esa nasib qilsa plyuslarni aytasizda. Biz Mozi baliq kafesida. Bu yerda siz xohlagan baliqni tanlab, shaxsan o'zingiz tutishingiz mumkin. Xorazm baliqlarining ta'mi o'zgacha mazza beradi. Manzil shundoq Gvardiyaskiy bozor yonida. Ehtirom 2 da joylashgan. Baliqxo'rlar uchun ajoyib dam olish maskani. Lekin balig'i juda ham mazali ekan. Yoqdimi sizga? Juda mazza. Mozi. Baliqxo'rlar uchun ajoyib dam olish maskani. Sachravatdi ani dumalochalari har qayoqga. Xonim afandi, endi minus ekanman deb hamma yo'lni aniq qilavermang. Jarayon shunaqa. Busiz iloji yo'q. Yo'q, toza ishlash kerak. Baliq shunaqa shirin pishiriladi, bu yoqda shuni sirrini bilish kerak. Siri nimada, Nozima? Hamma joyi o'zini siri bo'lgandek, o'zida maxsus sir bor, aytilmaydi. Nimaga aytilmaydi? Aka, mo'zza baliqni asoschisi Ozodadan so'radi. Sizlar nima qilyapsizlar, qani? Boyadan beri bu qiz minuslarni qidiryapti. Mo'zza baliqni minusi, men plus. Ko'rsatuvimizning nomi minus. Bu safar bu qiz minus. Nima minus bor bu yoqda? Bizda hech qanaqa minus topa olmaysiz. Hammada bo'ladi minus. Yo'q. Hech kimda bo'lmaydi. Eng asosiysi balig'imizda Xorazm daryonikida, metromniki emas, faqat kichkina suv chiqadi. Voy mana bu qizni turishini, nima sekretini bildingizmi, topdingizmi? Bildim. Nima ekan? Obratini kesib yubordi. Voy, Baliqni may, iyun, iyul, avgust oylarida iste'mol qilishmaydi. Sababini bilasizmi? yil davomida baliqxo'rlar baliq yeydi-ku. Voy, R harfi yo'q bo'lgan oylarda baliq homilador bo'ladi. Shu sababi. Lekin baliqning bolasi ikra, qizil ikra, qora ikra, baklajon ikrasi deb yeymiz-ku. To'g'ri, lekin minuslarini aytadigan bo'lsam, birinchidan qiltanog'i bor, ikkinchidan issiqda yeb bo'lmaydi, uchinchidan oq mahsulotlar, qatiq, qaymoq, mayonez bilan baliqni yemaslik yaxshidir. To'rtinchidan bilasizmi nima? Mozi baliqdachi baliqni boplab mazali pishirar ekan-a. Oxirida plyusini aytibordingizmi shunda? Qada. Minusimiz yo'qligida plyuslarni sanab olaylik. Nozima, mana qarang, baliq pishirishda birinchi plyus, ayting uy nima deydi? Ayollar uchun ko'pincha tozalanayotganida ichidagi ya'ni o'sha achchiq ta'mli narsasini yorib yuborishadi. Shuning uchun uyda tozalagan yaxshiroq. Shunda yorilib ketmasligi uchun nima qilish kerak? O'sha zaharli moddalar tarqab ketmasligi uchun ayollar nimaga e'tibor qilsin? Ehtiyotkorlik bilan qornidan, ya'ni bosh qismiga qarab, chiroyli qilib pichoqda tortiladi. Yaxshi ham hozir minusimizni Nilufar yo'q. Bilarmidingiz nima degan bo'lardi u qiz hozir? Nima degan bo'lardi? Uyda pishirmasdan kelib, eri olib kelsa mana shunaqa joylarga mo'zi baliq olib kelsin, o'zlari zo'r qilib pishirib beradi. Bu endi hozir sekretini aytmaymiz, aytolmaymiz. Lekin haqiqatda hidi endi kadrda bilinmaydi, lekin haqiqatda mazali. Nozimani ham qo'lishadi ekan. Hozir endi buni yeb ko'ramiz. Yeb ko'rib baho berasiz. Eng asosiysi ozdiruvchi mahsulot. Baliq ozdiradi. Albatta, har qanday baliq ozdiradi. Jirniy baliq ham. Farqi yo'q. Kopchonisi ham hammasi ozdiradi. Voy, takshiro, baliq yeb olsanglar bo'lar ekan, sport zalga borish shart emasmi shunday ayollar? Yo'q. Hozir Nilufarni oldiga olib kelamiz. U qizimiz bugun minus, lekin minuslarni topsa xafa bo'lmang. Boshqa narsalarni o'ylab tursangiz o'tib ketadi. Negativlar ko'taradi bizdan. Ko'tarar ekan, ketdik. Endi plyusiga keladigan bo'lsak, taomni tez pishirib olib kelishar ekan. Yana 24 ga 7 kecha-yu kunduz ishlashadi. Dam olish kuni yo'q. Bo'y vaqt kelib ovqatlanib ketishingiz mumkin. Shuningdek, mazali baliqdan tashqari boshqa milliy taomlar, qaynatma sho'rva, palov, kabob, shashliklar ham bor. Do'stlar bilan yoki oilaviy tashrif buyurib, dam olib ketsangiz bo'lar ekan. Qizlar, gapni shu yerda o'tkazsak ham zo'r ekan. Shu ayollarning gapi oxirgi payt ko'payib ketyapti-da.
voy nima qilibdi axir ozgina qalbimizga shamol tegsa yaxshi-ku. To'g'ri. Ha mayli, yurtimiz tinch bo'lsin, xotin qizlarimiz quvnab yursin. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Azizlar, keyingi safar qayerga boraylik? Kommentariyalarga yozib qoldiring. Agar xohlasangiz, plus va minus bo'yicha aynan sizning manzilingizga boramiz. Taklif sizdan, haqiqat bizdan. O'sha sirimizni chiqarib olsangiz, kameralar bo'yicha qarang degan xafa bo'lamiz. Lekin eng asosiysi Sizlar qoldilar. Sizlar jimoqchisizlar. hozir yozuvchilar zamoni o'qib. Xo'p, Xo'p, yana bitta siz savol bermoqchi edingiz, aytmoqchi. Bilasizmi, baliq qanday o'lgan bo'lsa, ham o'lgan bo'ladi. Shuni bilmas ekanman. Buni bilmaydiganlar ko'p. Ziriklarning ichida bilmaydiganlar ko'p. Menimcha biladiganlar bor, bilsanglar yozinglar, chunki ikkita narsani bilmayapsiz. Nimaga baliq shirin pishadi? Bu bir. Ikkinchisi, Ikkinchisi, baliq qachon harom o'lib qoladi? o'zi harom o'ladimi sizga? Men hozir shokdaman, nima deyishni ham bilmayman. Baliq- Bilmaysiz. Yo'q. Shuncha baliq pishdi, siz bilmaysiz Yo'q. qanday bo'lsa. Har doim Bilaman, halol lekin bo'lgan. boshqasini aytib kelyaptim. Yo'q, baliq halol. Nega so'z yo'q. Baliq halol, lekin harom o'lishi mumkin ekan shu yerda. Buni kommentariyada albatta kutamiz. Kimdir biladigan bo'lsa, variantlarni yozinglar. Qanday o'lgan bo'lsa, harom o'lgan bo'ladi. Tushunarli, shu savolni berdik, kommentariyada kutib qolamiz va mozzi baliqqa kelinglar. Juda ham mazali taom. Nima qilib baliqlar? Siz minuslar, siz nima bu? Baliqlar ham Baliq shirin Yo'q, bo'lsa, hozir harom deganingizga aytaman. O'zi ikkita o'limtani yeyish mumkin. Chigirtka bilan buni men hozir shuni tushunmayman. Qanaqasiga? Unda minus bo'ladigan bo'lsa, kelmaylar, men o'zim kelib yeb ketaman. Tushundinglarmi? Mazza qilib yeyman. Pilusini men alohida sanayman, lekin haqiqatdan men baliq yeyishga qo'rqaman, buni yeyaman. Masalan, Xayrlashib qo'yamiz. Hamma xayr desin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Pilus minus siz bilan bu. O'sha tutayotgandek Ana shunisi qiziq bo'ladi. Bizni ko'rsatuvimiz nomi Xohladingizki bo'lsin deb, mana erkak sizga. Erkaklik keragi ham yo'q. Kerak bo'lmay qolar ekan. Qo'ling qichiydi. Kimni pamadas? Qo'ldan ketib qolmasin, shoshmang. Qiltanog'ini ham yevormanman. Mazza. Bunda tirnoq olar ekanda men ocholmayapman. Tirnoqda gap O'zi ochadi o'zi. Mazza qilsan deyman. Qo'lim agar lekin o'sha sirimizni chiqarib olsangiz, kameralar bo'yicha qarang degan. Sizlar jimoqchisizlar. Minusini kamroq sanang, xo'p. Lekin men minus topolmadim, hammasi plus voy. Primoy qabul qiling, minusda ham, plusda ham. Bizga yoqimli ishtaha. Sizsiz bilaman men. Men plusman-ku bugun. So'ring, ana men bildim. Bo'ldi, siz kirmay turing, men bilaman. Av. O'zim kadr pozitsiyasi minusda. O'shaning uchun minusga burmoqchi, lekin men bildim. Kiraman. Bormi? E'tibor qilsin. Ehtiyotkorlik bilan qornidan, ya'ni bosh qismiga qarab, Bunday qilib. Qilursan. Qaramay turing. bismillah yeyavering. Ana. Sizlar biz minuslardan qo'rqmaymiz. Bemalol olinglar. Bormi? Ketdik. Давайте. Bunaqa edi meniki, 2 marta bunaqa edi. Hayki, birinchisi meniki peshona. Don. Voy! Oqlovchi bo'ladi. Qoralovchi. Ya naborotmidi? Ziki, don, ziki. Ketdik. Heyo, plus minus hayot o'yin. Bir kun kulgi, bir kun sinov. Lekin raqs to'xtamasin. Yurak uraversin. Minus keldi kecha tunda, kayfiyatim tushdi birdan. Plus kirib dedi kulib, yashagin sen bugundan. Qahva achchiq minus go'yo, do'stlar bilan plus dunyo. Bir qarasang sevgi olov, bir qarasang sovuq havo. Hayot o'zi mas ekan, ko'z yosh bir umr mas ekan. Minus bo'lsa plus ham kelar, tun ortidan quyosh chiqar. Plus raqsga tushsin yuraklar. Minus unut bugun dardlarni ya habibi. O'yna yana, hayot qisqa, kulgin faqat plus va minus orasida. Topgin o'zingni bu kecha. Ya lili qalbim yana zavqli. Habibi
Mo'ljalli habibi, kuyla o'yna, bo'lgin xush. Minuslardan voz kechib, plyuslar bilan raqsga tush.